aka-ukachilik bo'yicha, shirinligi bo'yicha, og'irligi ham bo'yicha chempion o'zbek qiziqchilik san'atini asali Shukrullo Isroilov. Marhamat. Ko'rish bo'ylim endi bilan Boltavoy sigara qabrliman hisobini Tohirga men chiqardilar endi avvalambor shu chiroyliligini ta'minlayman 25 yil qani 25 yildan beri Tohir aka bilan birlasizlar 25 yildan beri oranglardan hech narsa o'tmagan Kamaz o'tib qaytdi lekin hech narsa o'tmagan qilam o'tmagan shuning uchun umringiz uzoq bo'lsin rahmat tayinlar sog' bo'lsin tanjoningiz sog' bo'lsin mana shapkani hech qachon yo'qotmang ochilmasin bu yoq ko'rinmasin baraka toping soch o'stirib tomni yoping qarsiylar bo'lsin sog'dagi rahmat assalomu alaykum hurmatli azizlar xush kelibsizlar hurmatli ha teatrini ha deydi qaqa desa g'irt o'zi tarjimasi ha deyiladi shu qaqa teatrini muxlislari hammanglarga qadaminglar hasolat ko'rish turgansan bag'oyat xursandmiz hammanglar sog' salomat bo'linglar men juda ham hurmat qilaman bu teatrni Tohir akamizni Sohib akamizni juda bir yaxshi insonlar ajoyib yigitlar juda bir mehr oqibatli shuning uchun mana bugun xursandchilik she'riy bo'lish uchun keldik hamma qiziqchilik shu yerda bugun mazza qilib faqat kulasizlar faqat orasida bitta ashula bo'lib qolsa bo'ldi bo'lmasa yo'q bo'ldi faqat kulaverish zo'r mazza qilasizlar hammanglar salomat bo'linglar tanjoningiz sog' bo'lsin hech kim kasal bo'lmasin shu kelayotgan balo qazo hammasi yo'q ketsin ilohim shu koronavirus keyin yana omikron deganlar chiqib ketdi hammasi yo'q ketsin ilohim bizda o'zi umuman yo'q ketadigan narsa mana hozir maska taqqanlardan bir ikkita uchtasini ko'ryapman baraka topsin juda bir o'zlarini asrab maskalarni o'tirishdi xuddi o'tmaydigandek xuddi o'tmaydigandek bari o'tirishdi o'tsa o'tadi o'tmasa xudoni o'zi asrasin avvalo shu koronavirusni o'ylab topgan odam onaginam ilon befarzand o'tsin o'lib ketsin ilon qarg'ash qarang uni chiroy yoqib qo'yinglar gapchilarga bu yoqing chiroyni yoqib qo'ying asistent ko'ringlik bilan balkonda odam bor balkon eng zo'r muxlis balkonda eng zo'ri tekin mazza qilib arzon bilet en birinchi qator endi biz taklifnoma o'shum tekin mana bizning san'atkorlarimiz o'tirishdi mana O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov bir qarsiga chalib qo'ysanglar Xorazm vosining bulbuli juda ham yaxshi juda zo'r yigit juda zo'r inson yonida umuman Og'abekga aloqasi bo'lmagan umuman uzoq bir degina Anvar Sobirov o'tiribdi mana sog' bo'lasan Og'abek xush kelibsan ko'rgan xursandman tanjoning sog' bo'lsin baraka top zo'r yigit juda oynamiz do'stimiz xursand bo'lamiz Anvar endi hozir ashulachini yig'ishda kinoaktyor bo'lib ketgan hammani yig'latadi bu baraka top shu ana qizni ko'p qizlar bilan kino o'ynaydi bu va buni ham qizlari ko'p juda ham o'zini qizlari demoqchiman endi yaxshilik bo'laversin ko'z tegmas mana uzoq yaqindan keyin mehmonlarga xush kelibsizlar hammanglar salomat bo'linglar mana yuqorida onamiz o'tirdi voy oqiromalar onajon qayerdan keldingiz siz qayerdan keldingiz onam alo eshitmadinglarmi qayerdan keldilar Navoiydan necha yoshdalar hozir 88 u bitta qarziga chalib qo'yinglar 88 yosh voy onaginam 88 yoshdasiz mashalloh tabarakalloh siz yoshingiz yetib yuring ilohim umringiz uzoq bo'lsin nechta farzandlari bor onammi 17 ta umringiz uzoq bo'lsin bola tug'ishdan boshqa nima ish qilgansiz yoshlikda onam mayli sog' bo'ling umrlari uzoq bo'lsin sog' bo'lsinlar farzand ko'pi bilan yaxshida bola aytarmish onasiga oyijon ilgari dadam bilan urushib uyga kirib ketardinglar-da keyin ertalab xursand bo'lib chiqardingiz kulib yana kechqurun dadam bilan urushib uyga kirib ketardinglar-da ertalab kulib chiqardingiz xursand bo'lib hozir kechqurun ham urush kirib ketyapsiz ertalab ham urush chiqyapsiz nimaga desa onasi aytgan ekan bolajonim dadam bilan meni yarashtirib qo'yadigan odam o'lib qoldi bola sizlar noto'g'ri tushunmanglar uni qaynonasi o'lib qolibdi qaynona darrov fikr boshqa ketib qoladi sizlarda o'rtada kim turadi qaynonada ha qaynot bo'lmaydimi ha
Nimaga aldamayman? Ha, aldayotganim yo'q. Aldamay tushundim deylar. Keyin salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin, qo'sha qariz. Mana yoshlar ajrashishda kamaysin ilohim. Yoshlar ko'pchilik uylanib ajrashib ketolmas. Kelinlar kelin nimaga ajrashdi? Shuni kelinlarni ajrashishiga sabab kim? Nima? Kelinning onasi. deb aytolmayman. Hammasi baxtli bo'lsin, qo'sha qilib. Voy, ana Saidov ham ketdilar. Bir qarsak chalib qo'ysanglar, teatrimiz, O'zbekistonimiz faxri, O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova. Opagan Jumachaga ham qanday kerakdilar-yu. Juma qani eringiz? Darrov hali bir soat bo'lmadi boshlangan. Darrov ish bilan mana qarichilik ishlasa qiling mana. Sog' bo'lsinlar. Yaxshilik bo'laversin, ko'z tegmasin, tinchlik tana sog'lik bo'laversin. Bizani O'zbekistonimizga ko'z tegmas, yurtimiz kundan kunga chiroyli go'zallashib boryapti. Bizning sportchilarimiz bor, zo'r sportchilar gap yo'q. Hamida Yapon, Xitoy, Koreya dedi-yu, bizning sportchilarimiz bor. Ayniqsa karatechilarimiz, judo, bokschilarimiz. Bo'layotgan voqeani qarang. Yaponiyada qilichbozdan konkurs bo'lyapti. Yaponiyada yapon chiqibdi qilichboz. Erkaklar kunduz baqiradi, kechqurun xotinlar baqiradi. Duradi. Deydi, nima deydi u? Xato deydi. Qilichini aylantirsa, komissiya raisi shu qilichbozning mahoratini sinash uchun qutichani ochib, bir pashshani qo'yib yuboribdi. Pashsha odatda siz uchib tursa, qilichboz qilichini chiqarib, ikki marta aylantirib uchayotgan pashshani havoni o'zida 5 bo'lakka bo'lib yuboribdi. 5 bo'lakka havoni o'zida. Mahorat qarang. Ketidan xitoylik chiqibdi, Jumon. Xitoylar ham chiroyli salom. Kim biladi Xitoy salom nima, qanaqa salom beradi Xitoylar, bilasizlarmi? Nima deydi? Ni hao deydi, ni hao. Xitoylik ni hao deb qilichlarni aylantirib tursa, komissiya raisi kuchani ochib, unga ham pashshani qo'yib yubordi. Havoda pashsha uchib tursa, qilichboz qilichini chiqarib 2 marta aylantirib, havoni o'zi pashshani bir 7 bo'lakka bo'lib yubordi. Havoni o'zi 7 bo'lakka. Ketidan bizni o'zbek chiqdi, eshag'ali qassob. Oppo yaxta ishtonlar, chus picholari, marg'ilon do'ppilari. Bizani o'zbekning komissiya raisi mensimadi, bir tiyin olmabdi. Qutichani ochib qora qo'ng'izni qo'yib yuboribdi. Qo'ng'izga odam uchib tursa, endi o'zbekda qassob pichoqni chiqarib bismillahirrohmanirrohim. Voy, meni qo'lim emas, pir ustozlarim qo'li. Had havoni o'zi shuni 2 marta aylantirsa, uchayotgan qo'ng'iz havoni o'zida qotib qoldi, pauza. Pauzadan uchib ketib qolsa, komissiya raisi, voy, o'lmadi qo'ng'iz, tirik qoldi desa, qassob ham qarab turib, aka, sunnat bo'lgan hech qachon o'lmaydi bu joy. Bizani o'zbeklar qana, havoni o'zi sunnat ko'radi. Zo'r deb bizani. Mana bizani oddiy misol O'zbekiston havo yo'llari, temir yo'llarimiz, Afrosiyob poyezdlari chiqib ketdi. Mana Navoiygacha boryapti, Buxorogacha boryapti Afrosiyob. Mana xudosi Xorazmgacha boradigani bor. Bizani shunaqa bir O'zbekiston havo yo'llari zo'rki, gapsiz bo'lishi mumkin. Mana shunaqa zo'r uchadi bizangilar, uchuvchilarimiz gap yo'q. Chet eldan kelyapti ishlagan, pandemiyadan oldin keldi ishlagan. Hani havo yo'llari komissiya raisi o'tirsa, Germaniyaga kirib ketdi, nemis. Qaydan? Germaniya Berlindan emas. Necha yil stajingiz bor? 5 yil. Necha marta havo ko'tarilgansiz? 400 yil marta ko'tarilganman, Boeing haydaganman. Necha pul oylik so'raysiz O'zbekiston havo yo'llaridan? $3000. Nima qilasiz $3000? $1000 o'zimga, $1000 oilamga, $1000 g'amlab qo'yaman. Siz juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz. Kengiz kirsin, Fransiyada uchuvchi fransuz. Qayerdan? Fransiya, Parij. Necha yil stajingiz bor? 9 yil. Necha marta havo ko'tarilgansiz? Men 700 yil marta ko'tarilganman, Boeing haydaganman. Juda yaxshi. Necha pul so'raysiz O'zbekiston havo yo'llaridan? $6000. Nima qilasiz $6000? $2000 o'zimga, $2000 oilamga, $2000 g'amlab qo'yaman. Siz juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz. Kengiz kirsin, siz o'zim o'zbek, Xorazmlik, qo'shning og'ami, Urganchlik. Sonmiki og'a, keling tinchlikmi? Og'a menga $9000 beringlar aytadi. Qancha? $9000. Ishtag'ing zo'r ukajonim. Nima qilasan $9000? Og'a, $3000 sizga. Ya o'zbekchilik. $3000 o'zimga. Mana dez vobshe yaxshi bo'lar ekansan. Samolyot haydash bilasam? Vobshe bilmayman, qo'rqaman havodan. Kim haydaydi samolyotni? Mana nemis 3000 ga rozi, nemis haydayveradi mushaq. Bu qarsa chasar dedi bizani o'zbekga.
o'zini ham xabar qilmaydi, birovni ham xabar qilmaydi. O'zbekda. Endi insonni har xil kamchiligi bor-da, endi Xudo bergan kamchilik, kimdir menga o'xshagan semiz, kimdir ozg'in, kimdir bo'ybaland, kimdir bo'yi past, kimdir sochi ko'p, kimdir sochi yo'q. Bu bir kam dunyo. Toshkentliklar ham bu yerda kelganlardan Qoraqamishda Tansiboy degan ko'cha bor, Qoraqamishda bilasizlar. Bir yigit sal tutilib gapirar ekan, kechqurun soat 1 ko'chada kelyapsa, Tansiboy ko'chasida ot o'lyapti, ot. Endi nima qiladi u? Bechora endi skoriga qilmaydi-yu. MCSga telefon qildi endi, otni olib ketish kerak. MCS telefon qiladi. Alo. MCSmi? Ha, MCS gapiring uka. Ko'chada ot o'lyapti, shuni olib ketinglar, ko'cha nomini ayting debdi. Endi Tansiboy deyish kerak, T harfi kelganda tutilib qolar ekanda qattiqroq. Ko'cha nomini ayting, Toshkent ko'chasimi? Ya bor edi, qazalashyapti-da, MCS qo'yib turibgan. Soat 3 da telefon qildi, 3:30 da. Hech kim yo'q. MCS, alo. MCSmi? Ha, MCS gapiring uka. Katta ko'chada ot o'lyapti, shuni olib ketinglar, ko'cha nomini ayting. Yana Tansiboy deyish kerak. Toshkent ko'chasimi? Bor edi, turibgan qo'yibdi yana MCS. Soat 5:30 da qildi. Alo. Siqilib ketdim aka. MCSmi? Ha, MCS ko'chada ot yotibdi. Shuni olib ketinglar, ko'cha nomini ayting. Toshkent ko'chasimi? O'sha yerga olib qo'ydim dedim shu oxiri. Tashab ket.